Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Navbatdagi haytik fason darvozamizda kazerolar bilan To'raqo'rg'on tumani Oqtosh qishlog'iga olib kelib o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Darvozamiz gigant razmerda bo'lgan, 670 ga 3.45 razmerda bo'lgan. Kazerollarni ham 670 ga 2 razmerda qilib berganmiz. Kaltikalari ham o'zgacha uslubda bo'lgan. Ochilishlari, yopilishlari yengil, xudo xolasa. Zamoklari ham stimulda bo'lgan. O'rtalariga pavuk qo'yib berganmiz. Bu orqa ko'rinishlari o'rtada 90 santimetrlik tumba bo'lgan. O'shani o'rab berganmiz old tarafidan. Ko'rishingiz mumkin, orqa tarafi. Bu garaj taraflari bo'lgan. Orqa ko'rinishlari shu variantda bo'lgan. 2 qavatli darvozalarimiz qovurg'ali bo'ladi. 3 qavatli bo'lganda orqalari tekis variantda bo'lardi. Mana. O'rtalari ham pavukda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bitta qo'lda bemalol mana hech qayerdan ushlamay yopishimiz mumkin. Shumlari ham o'ta idealni, chotki bo'lgan. Shular ham o'zgacha uslubda tayyor bo'lgan. Bu joylariga qora glansli qilib sepib berganmiz, qolgan joylari matvida bo'lgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishlarni tez va sifatli qilib bitirib beramiz.